Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barchaga xayrli kun. Hop, ushbu video murojaatimiz orqali kanalimizda joylab borayotgan grammatik darslarimiz haqida qisqacha ma'lumot hamda u haqdagi ba'zi savollarga ochiqlik kiritib ketmoqchimiz. Hop, avvalambor biz Telegram kanalimizda Benefit School rasmiy kanalida berib borayotgan qisqa video roliklarimiz, grammatikaga oid video roliklarimiz kimlar uchun degan savolga birinchi javob bermoqchimiz. Hop, bu ingliz tilini noldan boshlayotgan, ya'ni boshlang'ich bilimni olayotgan har turdagi yosh, 7 yoshdan 70 yoshgacha bemalol foydalanish mumkin bo'lgan video rolik hisoblanadi. Nafaqat boshlang'ich bilim egalari, balki ingliz tilini anchadan buyon o'rganayotgan o'quvchi yoshlarga ham video darsliklarimizni boshidan kuzatib borishni tavsiya qilamiz, chunki ular e'tibor qilmagan jihatlari, mayda detallar, kerakli ma'lumotlar, ular e'tibor qilmay qolgan til xususiyatlari boshlang'ich darslarimizda ichida ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir boshdan kuzatib ketishlarini tavsiya qilamiz. Xo'p, bu kabi video darslarni boshlashga asosiy sabablardan bo'lgani, ko'pchilikni talabiga ko'ra boshladik. Ya'ni har xil yoshdagi kuzatuvchilarimiz bor, tanishlarimiz bor. Misol uchun o'zim onam, uzoqda yashaydigan opam yoki yaqinlarimiz bor. Ish sababli, vaqt sababli kursga qatnasha olmaydigan, har xil sharoit sababli kurslarimizga qatnasha olmaydigan o'rganuvchilar, lekin tilga qiziqqan odamlarimiz bor atrofimizda. Shularni hisobga olib, bemalol uydan turib videolar orqali oz-ozdan bo'lsa ham ingliz tilida bilimlarga ega bo'lib, ingliz tilini qisqa muddatda o'rganishi mumkin bo'lishini e'tiboridan bu video dasturlarni, video roliklarni ishlab chiqarishga qaror qildik. Xo'p, nima uchun qisqa degan savolga javob beradigan bo'lsak, ikkita asosga ko'ra videolarimizni qisqa qilishga harakat qildik. 4-5 minut atrofida qilamiz inshaalloh. Hop, birinchi sababi hozirgi kundagi ko'p til o'rganuvchi yoshlarimizni ingliz tilida mana attention span deymiz, ya'ni diqqatini jamlay olish bir narsaga. Shu narsa hozirgi kunda Instagram, TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlar, YouTube'dagi shortlar sababli e'tibor diqqati, attention span juda ham qisqarib ketgan. 5 minutdan oshiqcha, 5 daqiqadan ortiqcha bo'lgan ma'lumotni qabul qilishi yoshlarga juda ham qiyin va zerikib qolishadi va boshqa kontentlarga o'tib ketish ehtimoli bor. Shuni inobatida shuni hisobga olgan holatda biz imkon qadar qisqa berishga va hamda grammatik qoidalarni lo'nda tushuntirishga harakat qildik. Hop, ikkinchi sababi, ulug'larimiz aytishadi, bilimlarni, amallarni eng yaxshisi, xayrlisi oz bo'lsa ham davomiy bo'lgani deyishadi. Shuni hisobidan biz oz-ozdan, lekin davomiy har kuni imkon qadar kontentlar joylab borishga, oz bo'lsa ham grammatik qoidalar tushuntirishga harakat qilamiz. Sizlardan ham talab qilinayotgan narsa, sizlarga taklif qilinayotgan narsa shuki, oz-ozdan har kuni shug'ullanishimiz kerak. Shunda inshaalloh manfaatli bo'ladi. Xo'p, yana bir o'rganayotgan yoshlarga, grammatik darslarimizni boshlagan hamda undan tashqari lug'at darslarimizni boshlagan yoshlarga, o'quvchilarga shu tavsiya qilar edik. Shunchaki videoni tomosha qilish yoki so'zlarni kanaldan ko'rib qo'yish emas, alohida bir daftar tutib, alohida vaqt ajratgan holatda ilm olish maqsadida o'tirib, yaxshi niyat bilan har kuni vaqt ajratgan holatda bunga kirishlarni so'rab qolardik. Chunki ilm shunaqangi narsaki, ustozlarimiz aytadi, ilmga vaqt bermaguningcha u senga hech narsa bermaydi. Shuning uchun shunchaki video tomosha qilish bilan emas, uni yozib, qayd qilib, misollar tuzib, ustida ishlab, ozgina vaqt ajratishimiz bizni ilm sari yetaklaydi. Xo'p, albatta yozish haqida qisqacha aytib o'tay. Bilimlaringizni yozish orqali mustahkamlang deydi ustozlarimiz. Ya'ni yozganda bilim baribir mustahkamroq joylanadi, shunchaki eshitgan, ko'rgandan ko'ra. Shuning uchun tavsiya qilamiz, albatta alohida daftar tuting, alohida vaqt ajrating. Kundalik vaqtingizni ozgina ingliz tiliga ajratadigan bo'lsak, inshaalloh vaqt tez o'tyapti. Hozirgi kunda 5-6 oyda sezilarli natijaga erishamiz. Har kuni 5 minutdan videoni ko'rib, yarim soat vaqt ajratib ustida ishlaydigan bo'lsak, inshaalloh A1 darajasidan C2 darajasigacha videolarni tayyorlab boramiz. Birgalashib shuni amalga oshiramiz. Hozircha bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat. Katta rahmat e'tiboringlar uchun.
Oxirgi sizlardan iltimosimiz, videolarimiz manfaatli deb o'ylasanglar, ko'pchilikka foydasi tegishi uchun buni do'stlaringlarga, yaqinlaringlarga va hamkorishinglarda hamda kanalimizga taklif qilishinglarni so'rab qolamiz. Maqsadimiz ko'p layk orttirish yoki prosmotrlarni ko'paytirish emas. Maqsadimiz biz berayotganimiz, tayyorlayotgan mehnatimiz ko'pchilik uchun foyda keltirsin, manfaat keltirsin. Shuni maqsad qilganmiz. Bu yo'lda bizga hamroh bo'lasiz, sherik bo'lasiz degan niyatdamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar.